Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan Yulduz Xonbosxonova, Fabrika kompaniyasi kumush direktori. Bugun sizlar bilan meni hozirgi ketayotgan katalog, ya'ni 16-katalog 25-yildagi zakazlarimizni ko'rib chiqamiz. Mana ko'rib turganlaringdek, o'zim nomimga kelgan biz 27 ballik tovar, mana shunaqa bitta to'la korobka bo'ldi. Mana shularni hozir bilan birma-bir ko'rib chiqamiz. Bu yerda menda 127 ballik tovar и men o'shalarning ichida nima olganman. Bu katalogimizda mana bu bo'yalgan sochlar uchun shampun, sochda rangini mustahkamlab ushlab turadi и rangi oqib ketmaydi. Mana ko'ryapsizlar sochimni tiniqligini. Bu черный синий цвет, Faberlic kraskamizni. Так, mana bugun tovarlar kelgan. Aynan mana bu lineykamizda mana shu kraska. Черный синий tiniq qilib turadi qizlar. И rangi ketib qolmasligi uchun mana shu qizil shampun bilan yuvsa umuman rangi ketmaydi. Plus bunga balzam olganman, обязательно. И konsultantlarimiz uchun 1353 artikuli, balzamimiz esa artikuli bizda 1893 bo'ladi. Dальше yana shampunlardan zakaz qildim. Shampunlardan qaranglar. Mana bu sochlarni полностью tiklab beradigan, sochingiz quyilgan, постоянно укладка qiladiganlarda doim kuyib qoladi. Mana bu shampunimiz 1883 полностью tiklab beradi. Uzunligi bo'yicha balzami bilan ishlatsangiz bemalol juda kuyib ketgan bo'lsangiz ham sochlaringiz bemalol восстановление qilib beradi, shikarniy восстановление qiladi. Men buni balzamini ishlataman, chunki постоянно sochlarimni укладка qilaman. Keyin qaranglar qizlar, bizda ishoq sochlarimiz bor. Kimda sochlari mayin bo'ladi, umuman obyomi bo'lmaydi. O'sha obyomi bo'lmaydiganlarimiz uchun esa bizda mana 3D obyom shampunimiz bor. Sochlar qattiqroq bo'ladi qizlar, и потом qattiqroq bo'lgan hisobiga pishniroq yotadi. Artikuli 1888 и 1887. Ko'ryapsizlarmi qizlar, qanaqa shampunlarimiz raznoобразныйligini. Eng yaxshi ko'rgan seriyalarimda bu ekspert seriyasi. И mana bu biotin sochlarni o'stiradi. Kim sochlarini o'stirib, живой bo'lishini xohlasa, mana shu aynan biotinni ishlatamiz. 1770, 1771. Shampunlar bizda juda ham tez tugab qoladi, chunki zo'r shikarniy effekt beradi, klientlar yaxshi ko'radi va o'zlari tez olib ketadi. Yana sochlar uchun mana buni o'zimga qizlar zakaz qildim. Biotin sochlarni tomiriga surtib ishlatishga. Nimaga? Chunki men sochim juda ham to'kiladi. Bu biotin, mana bu biotin seriyasidan bu o'stirishga, lekin to'kilishni ham to'xtatadi. Plus yana to'kilish to'xtatadiganlari ham bor. Lichevniy seriyada qaranglar, plus seriyamiz hamma narsa lichevniy bo'ladi. Buni artikuli 103-15 bo'ladi. Mana shunaqa upakovka. Bittasi sindirib olinadi, sochingiz yuvganingizda mana bu taglariga, tomirlariga surtib turib, masaj qilinadi. Nimasini yaxshi ko'raman? Bu umuman yuvish, chayish kerak emasda. Boshqa maskalar qiladigan bo'lsangiz, avval 40 minut yurib, keyin uni yuvib tashlash kerak bo'ladi. Bu esingizdan chiqib ketsa ham, sразу nam sochlarga ham quritib ham qilsa bo'ladi. Men namiga qilaman. Так. Qaranglar. Dальше раз plus seriyaga keldik. Plus seriyadan olib ketamiz. Лечебная зубная паста 200+, nayrni ko'plar уже biladi. Buni konsentrированный, nimaga 200+ yozilgan? Buni 3 barobar kam ishlatish kerak, ya'ni bu 75 gram sizga 3 martaga yetadi. Ya'ni 200 gramdan oshiqqa aylanadi. Ozgina ishlatiladi. No'xatday bo'ldi, yetadi. Полностью восстанавливать qiladi. Buni bonusda beryapti. 16-33 shikarniy и hamda milklarni qonatishini to'xtatadi. Tak, немножко to'g'rilab olamiz. Ozgina sochlarni qilib beryapti. Qaranglar. Dальше yana lichevniy seriyamizdan eng yaxshi ko'rgan narsam sabelnik. Kimda bo'g'imlari og'riydi. Bo'g'imlari og'riganlarga aynan suyaklaringiz og'rib turadi. Mana shu sabelnik seriyamiz ozgina isitadi, aptechniga o'xshab qizdirmaydi-da, isitib turib полностью og'riqni oladi. 1282 kechqurun kimda revmatizm bo'lsa yoki bo'lmasa og'riq chiqgan ushlab qo'yganda sразу iritib og'riqlar ketkazib maza qiladi odam. Qizlar, mana shunaqa mahsulotlarni 20-26% skidka bilan olishni xohlasalaring, pastdagi ссылкani qoldiraman. O'sha ссылка bilan bepul ro'yxatdan o'tib turib, meni komandamga a'zo bo'lishingiz mumkin. Yana pastda nomerlar qoldiraman. Maslahat olib, komandamga marhamat keling. Dальше qilgan zakazlardan bitsalarni vada o'zim eng yaxshi ko'rganim gialuron hamda kalsiy makiyajlarni yechish uchun artikuli buni 28-19 qizlar. Makiyajni juda ham delikatno tozalaydi. Ko'rib turibsiz, pastda makiyajda yuribman. И makiyajni tozalayotganda umuman achitmaydi, quritmaydi, yog'lilarga ham, quruqlarga ham zo'r ketadi. И yog'lantirib ham tashlamaydi, quritib ham tashlamaydi. Grammovkasi ko'p. Klientlarimiz sevadi. O'sha bu katalogda o'zida 4 ta olishim, nargilari o'sha sotilib ketdi, qolmay qoldi. Так, дальше yana qaranglar, plus lineykamizdan bizda oyoq uchun mana bu gladki pyatочки, tomonlarni silliq turib chaqaloqdek bo'lib qoladi. Bundan 3 ta zapas berganman. Bugun tovarga, ofisga tovar kelgan, tovar tarqatyapmiz. Ofisdaman. Qaranglar, mana bu 12.90 artikuli, 100 gram bo'ladi.
sразу любой ko'rinishdagi qanchalik sizni oyoqlaringiz yorilgan bo'lmasa yordam beradi. Dальше narsalarimiz gel для душа malinovoy. Malina nihoyatda прям натуральный hid keladi. Xuddi свежий malina yegandek bo'lasiz. Gel для душа krem для тела, для рук полностью hamma joyga ishlatish uchun. Krem gel для душа bu sразу ухаживающий komponenti bo'ladi. Ko'ryapsizlar, oppoqqina, то есть розовый, прозрачный emas, sразу kremi bor ichida. Buni artikuli 3393, bu naq 500 gramm, yarim litr degani. И mana bunda kremimiz kelsa 1229. Buni komplekt qilib seplarga solamiz doim. Rozовый chiroyli effekt bo'ladi, hamda hid zo'r kelib turadi yangi kelinchaklarga, прям шикарный. Дальше, qaranglar, детский narsalarimizdan mana bunaqa 0+. Хорошо, dehon ekalamizmiz. Ishlab turadi. Bu mana bu hamma narsa детский narsalar, qizlarjonlar. Bitta komplektda singlimga ba'zi narsalari qilib bermaganim, bittasi полный, продажаga. Полностью mana shu детский narsalar. Bular nima qaranglar. Mana bunisi 0+ tug'ilganda bolajonlar полностью boshidan oyoqqacha cho'miltirish uchun hech qanaqa yig'latmaydi, без слез, hamda bolani tug'ilganda mana bu sariqlari bo'ladi-ku, moy, o'sha moy spokойно o'zi ketib qoladi. Bir oyda ichida уже bolani boshi top-toza bo'ladi. Hech qanaqa ko'chirish, biror narsa qilish kerak emas. Terini quritib tashlamaydi. Undan keyingisi esa shu новорожденныйlarga plus mana bunisi chirida o'tlardan tayyorlangan konsentrat bo'ladi. Romashka, chirida suvga aralashtirib chayintirib olish uchun bola spokойно uxlaydi. Qarang, buni artikuli 2795, ammo 0+ cho'miltiradiganni 2793 hamda dальше. Oyga. Qaranglar. Mana bu 1+ уже ko'ryapsizlarmi? Bu 1 yoshdan oshgandan keyin boyagi 0+ уже kattaroqlari uchun buni artikuli 2792. Har bittasini grammi qizlar, tak. Gram не вижу. Обалдеть. 200 mg-dan. Men ham yig'yapman o'zimning zakazlarimni. Bu hamma zakazlar o'xshab keladi. O'zim yig'yapman. Yo'lxon bunga gapirayapti. Menda ham как раз 2792 bor ekan. Shampun детский bor ekan. Для очищения волос ham bor ekan. Menda ham bor ekan ikkita. Да. Так, qaranglar. Mana bu дальше krem под подгузник и для мамы малыша. Bu ko'tlariga surtish uchun krem. Hech qaysi раздражение bo'lmaydi. Dugonam aytadi, oldin deydi bolam boshqa qaysidir подгузник kiysa deydi раздражение. Bu bilan umuman раздражение bo'lmaydi deydi. Обязательно singlim birinchisini bolasini tuqqandan beri полностью komplekt qilamiz. Hozir ham birinchisiga ham ikkinchisiga birdan qilyapmiz. Birinchisiga qo'ydik, endi tug'iladiganiga yana. 2793 под подгузник, а bunisi для мамы малыша. Ona o'zini qo'llariga surtib oladi, и полностью bolani badaniga surtish uchun. Mo'ljallangan kremchamiz bu 3365. И qaranglar, shu seriyaning o'zidan bizda zakaz qildim gel konsentrat для стирки. Bolalarni kiyimlarini yuvish uchun gel qo'lda ham yuvsangiz bo'ladi, mashinkada ham yuvsangiz bo'ladi. 100% naturalniy, gipoallergenniy, boshqalarga o'xshagan nisbatan 3,5 barobar ko'piga yetadi hamda ionosiga barobar o'zini tozalaydi. Bu singlimda постоянно ishlatiladi. 30 515. И ko'rib turganlaringdek, butun komplekt agar sepka qilib bolani bog'chasiga qiladigan bo'lsalaring 380-340 ming atrofida bo'libdi. Такой ko'rimli, chiroyli nima bo'ladi? Komplekt bo'ladi. Adashmasam shortga qo'yganman. Shortga kirib turib bitta komplektni ko'rib olsalaring bo'ladi. Полностью yig'ilgan komplekt ko'rasizlar. И mana bu gelni zakaz qilayotganimda mana bu kattalar uchun gel bilan aksiyada bo'ldi. O'zini olsam 110 mingdan, ikkita olganda 68 mingdan katalog narxi 68.900. Lekin azob ekanlar, конечно, 20-26% arzon olamiz. 50 qanchaga ham aylanadi. Ya'ni Faberlikdan mana shunaqa zo'r gellarni 50 mingdan, 30 mingdan ancha arzon olaman, ekonom qilaman, podarkasini olaman desangiz, pastdagi ссылка bilan o'tib, meni komandamga registratsiya bo'ling. Потом xuddi shu singlimga yana gel для посуды, натуральный ingredientlardan qilingan, qaranglar, mana bu yerda 0+ nachog'ini ham ko'ryapmiz. Bu kichkina bolalarning o'yinchoqlarini, soskalarni, idishlarini hamda meva sabzavotlarni ham yuvish uchun mo'ljallangan. Ko'ryapsizlar, grammi katta. И mana bu yerda ko'rsatib qo'yilgan 1/3 ga suvga aralashtiriladi. Ya'ni bu 2 litr gelga aylanadi. 100% naturalniy, yaxshi chayilmasdan organizmga ketib qolsa, общем hech qanaqa zarari yo'q. Bemalol spokойно ishlataverasiz. Sizga 2 litrga aylanib, qo'llaringiz umuman quritmaydi, hech qanaqa раздражение bermaydi. Bemalol allergetiklar ishlatsa bo'ladi. Так, shularning orasida qaranglar, yana 0+, bu ham singlimga magniy hamda B6, to есть 3+ bolalar uchun ishlat hamda emaziklilar va beremennilar ham ishlasa bo'ladi. Dozirovkasi ozgina boshqacha bo'ladi, ya'ni asablarni tinchlantiradi hamda tetik qiladi odamni, bemalol uyqusi ham yaxshilanadi. Ko'ryapsizlar. Magniy va tak, hozirgi kunda shikarniy aksiyada kelgan mana shu 100 mg upakovka 129 mingdan, artikuli 1588. И mana ko'rib turibsizlar, qaranglar.
kattalarga, kichkinalarga hammasi polностью to'liq dozировка qilgan. Buni bemalol qo'rqmasdan olib ishlatsa, ichsa bo'ladigan narsa sinovdan o'tgan. Дальше Purtushur atirimiz bu safar qimmat chiqishiga qaramay, men как VIP konsultant shikarniy narxda oldim, 70% skidkamga. Buni bilan menimcha ta'riflash shart emas. Purtushur Sevgi baxtli oila timsoli, artikuli 3320 kompaniyamizni ayoli hamda kompaniyamiz prezidenti bilan birgalikda ijroga открыткасы chiqadi. Purtushur degani nikoh o'qiyotganda fransuzlarda bir umrga degan ma'noni anglatadi. Kompaniya yubiley munosabati bilan, то есть yubiley munosabati bilan kompaniya prezidenti ayoliga sovg'a qilgan atir hamda mehmonlarga ham sovg'a qilgan. Keyingi narsamiz bu oltinli krem Be Royal seriyamiz. Shortda ham ko'rishingiz mumkin. Tam ochib ko'rsatganman. Bu klientga bo'lgan uchun ochib ko'rsatmayman. Qayta zakazi. Nimaga? Chunki bu yerda 24 karat oltin hamda asal bor. Bilasizlarmi, oltin iplar bilan potiska qiladi, chunki shikarni yoshartiradi. Еще plus asal. Quruq, раздражение beradigan terilar uchun aynan bu yerda sivırtkasi, chunki hamda kunduzgi kremi, tungi kremi hali bor klientkamni. Sizlarga video olayotgan klientlarga tarqatsam, уже ololmay qolaman. 15.70 и buni artikuli tak. Sivırtkani artikulini to'g'rilayapman-ku. 15.72. Hozir ko'z atrofidagi и kunduzgi krem birgalikda aksiyada chiqqan, bemalol zakaz qilib olishingiz mumkin. Так, yana zakazlardan biri tonik, rozali tonik, aynan antivozrastni yoshartirish uchun kremi полностью komplekti bor. Klient olib ketib qolgan uchun tonikni o'zini yana qaytadan zakaz qilib oldim. Peeling dog'larni ketkazish uchun, yoshartirish uchun hamda teri yangilanishini ishlatiladigan. Hozir как раз ayni vaqtda ko'z qish oqaradigan, dog'larni ketkazadigan vaqt 12:07 qanday dog'larni oqartirishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, pastda oldingi videolarimda dog'larni ketkazish bo'yicha, peeling ishlatish bo'yicha video bor, o'sha yerda ham ko'rib o'rganib olishingiz mumkin. Potom mana bu legendaga aylangan yangi chiqqan kremimiz, chiqqaniga yarim yil bo'lmadi, lekin odzivlar shikarni, juda ham arzon bo'lishiga qaramasdan, effekti shikarni. Buni linekamizda bir nechtasi bor. Aloe увлажняющий krem 12.062 pod makiyajga ishlatsangiz bo'ladi. Ham ertalab, ham kechqurun ishlatishga tez o'chgan terilarga shikarni podходить qiladi bu kremimiz. Bemalol ishlatiladigan. Mana bu narsamiz esa bu mendaqa teri problemli odamlar uchun aynan patchki. Buni o'zimga zakaz berganman. Yangi seriyamiz 12 yoshdan boshlab ishlatiladigan. Ugriylari bor, yog'li krem, yuzi yomon bo'ladiganlar uchun qaranglar. Mana bu nakleykachalar. Meni taniganlar biladi. Periodически shu nakleykalar bilan yuraman. Nima qilib beradi? Mana ugriylari toshiydiganlar bor. Masalan, meni allergiyam bor. Yeydigan ovqatimga allergiya bor. Ko'p narsalarga allergiyam bor. Shokolad, yong'oqdan sразу betimga toshib ketadi. Mana buni yopishtirib olaman ustiga. O'sha полностью iringni tortib beradi. Hamda tez yara bitib ketadi. O'sha joyda saltikon. O'sha joyda keyin ugri chiqmaydi, itekslarni ichi qotib qoladiganlar bo'ladi, o'shani ham pishirib chiqarib beradi, полностью tortib oladi. Keyin makiyaj qiladigan bo'lsangiz, iringlab qolganda shuni ustiga yopishtirasiz. Bemalol ustida makiyaj qilaverasiz, o'sha joyga kir ham tushmaydi, vaspaleniya ham tushmaydi, и эстетический vidi ham chiroyli bo'ladi. Men pastayani oladigan bo'ldim. Buni artikuli qizlarjonlar 910 636. Mazza qilib ishlatilgan, menga hech ham sotib yoqmaydi, rostini aytsam, hammasini o'zim olib ketib qolyapman. Потом bizda dezodorant bo'lishi kerak degan Lancelot unutmang. Mana bu soch uchun 17 tasi birda полностью восстанавливающий spray, kim pastdan ukladka qilib bo'ladigan bo'lsa, bu termozashita quyuqrog'i hamda восстановление, полностью sochga sepib olinadi, keyin ukladka qilinadi qurigandan keyin. Так, buni artikuli 210, buni grammi 100 gram bo'ladi. Bu ham klient zakazi pastdan ishlatadi, yana so'ragan. Berib olish kerak. Mana bu ham klientlarimiz zakazi. Manikür shotsa salonning egasi klientlar uchun oldi. Mana bu hozir ikkinchisi. Bu yangi chiqqan seriyamiz Aramiya ko'rib turibsizlarmi? Nomidan ham aynan bu teri parfyumированная seriya. Bu parfyumированный qo'l uchun va badan uchun krem. Buni seriyasida Gilda dushasi Jetta Mulas полностью mashtaq zo'r. Bu vanil и nimaga o'xshaydi? Vanilya seriyasi tabaqqa o'xshaydi, такой богатый hid. Buni alohida seriya, alohida lineykasi bor. Narsasi ko'p. 13008 vaqtim bo'lganda buni ham chiqaraman, odzivlarni. Agar kommentariy obzor deb yozsalaring, qancha kommentariy ko'p bo'lsa, tezroq mana shu seriyamizni lineykani полностью zakupit qilib, hammasini bir necha xil nimasi bor. Lineykada hidlari bor и har bitta hiddan 3 ta 4 ta mahsulotlar bor. Odzivlaring ko'p bo'lsa, men o'shalarni hammasini zakupga qilib, sotib sizlarga obzor qilib beraman bitta-bittadan. Потом Lancelot atirimiz, Lancelot shikarniy мужской atir, такой рыцарь degan Lancelot. 100 gram bo'ladi, 32 kir. Bu solidniy erkaklarni, серьезный yigitlarni hidi. Древесный, hidlari немножко древесный и свежийroq. Yoqimli hid, kim delovoylar uchun dezodorantim bilan aksiyada edi, dezodorantni topa olmayapman. Dezodorant topsam, uni ham ko'rsataman. No, oldingi videolarimda ham bor.
Потом hamma yaxshi ko'rishga ulgurgan mana bu soft matte material pudramiz 60-38 eng svetli rangini olganman. Hozir sizlarga ochib ko'rsataman. Buni juda ham klientlarim yaxshi ko'rib qoldi. Salon egalari o'ziga olyapti, klientlariga ishlatish uchun emas, lekin o'zlariga pastidan zakaz qilib do'konalariga tavsiya berib olyapti, bir-biridan eshitib, aytib. Nimaga? Chunki quritib tashlamayapti. Materialiyasi yaxshi, effekti vidniy, ko'tarib yurishga ham juda удобный. Yangi bo'lgan uchun ochilmayapti qizlar, yangilar chunki ochilmaydi. Можно ручку наставить? Oh. Hozir или kalit, или ручка. Так, soat 3 bo'ldi. Hozir darsga borishim kerak. Magistraturada o'qiyman. Tez-tez videoni olib qaranglar. Oynasi bor. Очень удобный, kompaktный и bonusda narxlari zo'r kelgan qizlar. 55.900 dan kelgan. Siz a'zo bo'lsangiz 40 necha mingga olasiz. 120 minglik pudrani. Mana shunaqa vidi ham chiroyli. O'zi Glam Team seriyamiz bu. Новый модный для тебя eng trenddagi mahsulotlar Glam Team seriyamizda. Keyingi katalogimiz ham juda ham chiroyli bo'ladigan. Zakaz ichiga sразу avtomatik qo'shib beriladi. Yangi kremlar, qishga tayyorgarlik, yangi yilga tayyorgarliklar boshlanadi. Buni ham kompaniya zakazga hisob bergan. Ko'rib turganingizda 127 balli zakazida. Kompaniya hozir butun nabor chiroyli idishlar komplektini sovg'aga qo'ygan, absolyutni tekin. O'shani sovg'ani qanday olish mumkinligini yoki olishni xohlasalaring, lichkamga yozasizlar, pastga qoldirgan telefon raqamlarimga qo'ng'iroq qilasizlar. Sizlar ham xuddi shu aksiyada qatnashga hali bir hafta qo'shilishga imkoniyatlaring bor. Kim Faberlic kompaniyasida ishlamoqchi, men bilan ishlamoqchi bo'lsa, pastiga qoldirgan ссылкамdan bepul ro'yxatdan o'tib, komandamga keling, marhamat. Murojaatlar uchun esa pastdagi raqamlarimga qo'ng'iroq qiling.